Parkinson va Alsgeymer shu kasallik haqida tushuncha berib o'tsangiz, bu boshlanishidan oldin qanday belgilar beradi va nima sabab bo'ladi va uni davolash mumkinmi? Hozirgi tadqiqotlar ko'rsatyaptiki, Parkinson kasalligini ilk belgilari bor. Ular 10 yil oldin o'zini namoyon etadi. Ya'ni titroqdan 10 yil oldin boshlanadi. Uni ota-onasida yoki avlodida, dodasi, buvisida kimdirda bo'lgan bo'lsa, o'ziga o'sha odam qarash kerak. Shu quyidagi simptomlarni topsa. Birinchisi yelkadagi og'riqlar. O'zidan o'zi boshqa sabablari bo'lmasdan, hech urolmagan ham, yiqilib tushmagan ham, shu har kuni kunora shu necha yillar davomida negadir shu yelkasi og'rib yuradi. Ikkinchisi uyqu buzilishi. Voqli yotadi, hech qanaqa katta stressi yo'q, boshqa, lekin kechasi yaxshi uxlamaydi. Shu uxlayotganda gaplashib chiqishi yoki ko'p o'girilib oyoq qo'l bilan chap o'ng tomonga urishi, ich qochishlar, depressiya, tushkunlikka tushib qolishi, mana shu Parkinson kasalligida 10 yil oldin, 8 yil oldin kuzatilgan narsalari.